Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Siz bilan birga Mir yangiliklari muxbiri va bugun transport sohasidagi muhim o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Amerika Mehnat vazirligi yuk mashinasi haydovchilari uchun ingliz tilini bilish bo'yicha nazorat kuchaytirilishini rasman e'lon qildi. Bu yangi qonun emas, balki avvaldan mavjud qoidalarning yanada qat'iy qo'llanishidir. Qoidalarga ko'ra, har bir haydovchi yo'l belgilarini o'qiy olishi, inspektorlar bilan muloqot qilishi, savollarga javob berishi va kerakli hujjatlarni mustaqil to'ldira olishi kerak. Endilikda transport kompaniyalari xorijdan ishga olinayotgan haydovchilar uchun ingliz tilini bilish talabini rasmiy tarzda ko'rsatishi shart bo'ladi. Avvallari ko'plab kompaniyalar bu masalaga jiddiy yondashmagan bo'lsa, endi hukumat standartlariga qat'iy amal qilishini talab qilmoqda. Bu o'zgarish xorijdan haydovchilarga yo'llaydigan kompaniyalar uchun jarayoni ancha murakkablashtiriladi. Chunki endi til bilish darajasi hujjat topshirish bosqichidayoq tekshiriladi. Nega aynan hozir bunday nazorat kuchaymoqda? Sabablardan biri yo'l xavfsizligi va yuridik javobgarlik masalasidir. Amerika Oliy sudi yaqinda qabul qilgan qarorga ko'ra, ayrim holatlarda yuk tashishni tashkil qilgan tomon ham javobgar bo'lishi mumkin. Shu sababli haydovchilarning malakasi, jumladan ingliz tilini tushunishi va muloqot qila olishi kompaniyalar uchun juda muhim masalaga aylanmoqda. Hozir transport bozori vakillari bitta savolni muhokama qilmoqda. Bu o'zgarishlar yuk tashish narxlariga ta'sir qiladimi? Hozir transport bozori vakillari bitta savolni muhokama qilmoqda. Bu o'zgarishlar yuk tashish narxlariga ta'sir qiladimi? Hozircha aniq javob yo'q. Ammo yangi tekshiruvlar va haydovchilar sonining kamayishi bozorga bosim qilishi mumkinligi aytilmoqda. Biz Mir Transportation'da vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Yo'llarda ehtiyot bo'ling va yangiliklarni kuzatib boring.